Assalomu alaykum, hurmatli hamkasb obunachilar, mijozlar. Bugungi syomkamizni sexdan qilamiz. Biroz ish jarayonidan tayyorlayman. Ko'pchilik Penta 6500 dan yasaganmisiz? O'sha videolardan qo'yib bering degan ekan. Qarasam, yo'q, qo'yilmagan ekan. Hozir shu kakras Penta 6500 dan yasalyapti. Shu ishlarni qisqacha sizlarga ko'rsatib boramiz. Qo'ldan kelgancha. Penta 6500 ko'pchilik ko'rgan bu profilda mana hozir bir kesishni boshlaganman. Bu tomondan ko'rsatamiz. Penta 6500 mana bunaqa ko'rinishda. Ko'rinishi high-tech ko'rinishida, mana burchiklari qirrali bo'lgan va qalinligi 6,5 sm. Montaj chuqurligi deyiladi, 6,5 sm bo'lgan va kameralar soni 5 ta kamera hisoblanadi. Ko'rishlari mumkin. Mana 1 2 3 4 5 ta kamerali profil. Bunda ikki xil stvorka chiqqan. Обычный o'sha oddiy stvorkalar va mana bunaqangi biroz avalliroq stvorka chiqqan. Biz tayyorlaydigan stvorkamiz mana bunaqa avalli stvorkadan tayyorlaymiz. Klientga shu stvorka yoqqan, shuni hisobiga mana shu stvorkadan tayyorlaymiz. Hali ish jarayonida bir boshdan qo'yib borishga harakat qilamiz. Bunda ishlarni boshladik. Qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Va metalliga keladigan bo'lsak, metallari quatrolarga qaraganda sal farq qiladi. Buni metali mana bunaqangi burchak qismlari ham bukilgan bo'ladi. Profil ichida ancha plotniy bo'lib tushadi. Akfani o'zini o'sha 6500 uchun mo'ljallangan o'zini profilidan ishlatamiz. Hozir ish jarayonini boshlaymiz. Kesishni boshlaganman. Biroz kesish jarayonlaridan qo'yishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, videolarimiz montajsiz qo'yiladi. Xatolar, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Sal uzoqroq qilib turib boshladik. Do'stlar, mana shu holatda kosalar kesiladi. Bu bunaqa sложный ish emas. Bizda kesiladigan razmerlarimiz sal ko'proq. Shuni hisobiga hammasini ko'rsatib o'tirmayman. Mana bu joyga mana bunaqa shablon qilingan. Kerakli razmerga mana metri bor qo'yiladi. Kesish juda tez va oson bo'ladi. Hammasini kesib, metallar kesishni boshlasak, yana bir qator darsni davom etamiz. O'rtoqlar, mana kosalarni kesdik. Bitta 4 metr 410lik romimiz bor. Qolganlari 2 metrlik, 190lik, eni balandligi hammasi 168 dan bo'lgan. Tayyor bo'ldi, kesilgan. Mana shu joydagi razmerlarni barini kesib tayyorladik hozir. Endi ularga metal kesishni boshlaymiz. Metallar o'zini заводской metali. Vositalar bilan metallarni kesishni ham boshlaymiz. O'rtoqlar, videolarimiz montajsiz qo'yiladi ko'pi. Xato kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Sizlar bilan hozir
ish jarayonini olib boramiz. Metallar profilni kesganimizdan keyin uni ichki qismidan o'lchaymiz. 2 sm kalta qilib kesilsa yetarli bo'ladi. Endi tashqaridan hisobini aytmaganim sababi ba'zi bir profillardan har xil bo'lishi mumkin. Masalan 7000 Angelback'lar yoki boshqa profillardan farq qiladi ozgina. Shu sababdan har doim ichidan o'lchaganda hech qanaqa ziyon yo'q. 2 sm minus qilib kessa bo'ladi. Sizlardan shurak kesib yig'ishni boshlaymiz. Yana bir narsani aytish kerak, metallar hammasi butunligicha solinishi kerak profilni ichiga. Qo'shib har xil ularlar qilib solib bo'lmaydi. Bitta butun holatda solinadi metal. O'rtalar mana shu holatda metallar to'liq kesamiz. Metallar butunligicha kesiladi. Hammasiga kesib tayyorlayman-da, yana keyin darchi metallar solib, qatirishlarni boshlab qo'yib ketamiz. O'rtalar mana metallarni kesdik. Hammasini kesib tayyorlab joylashtirib qo'ydim. Endi ularni qatirishni boshlaymiz. Pastda 4 metrliklarnikini ham kesib tayyorladik. Endi itlar bilan hozir buni qatirishni boshlaymiz. Mana joyga qo'ysam ko'rinishi yaxshi, udobniyroq bo'ladi. Buni qator shlaklar tozalanadi, qipaladi. Do'stlar, mana tayyor bo'ldi. Profilni mana to'g'ri aylantirib olsak, metal qatirishga udobli bo'ladi bizga. Metalni orqa tomonidan qatiramiz. O'rtalar mana metalimiz mana ko'rinishda bo'lsa, mana bet tomoni kosamizni ichkari tomoniga to'g'ri keladi. Shunda hozir mana bittasini solamiz. Mana bu holatda solinadi. Buni metali ancha plotli tushadi.
ichiga mana shu to'rttani qatiramiz datchigini. Ikkala metalni uchlarini bir xil razmerda to'g'rilab olamiz. 2 sm kalta qilgan bo'lsak, har ikki tomonga 1 sm dan to'g'ri keladi shunda. Orqa tomoniga aylantirib olamiz. Mana tayyor. Har 20-25 sm oralig'ida zigzag qilib metallarni qatirib chiqamiz. Zigzag o'ta katta farq qilishi ham shart emas. O'rtada mana bitta palasa o'tgan, shu palasadan ozgina nariyoqqa yana sal tomonga o'tkazib qatirib ketiradi. 20-25 sm oralarida qatirib ketiladi. O'rtada mana sal ozgina zigzag qilib qatirilgan, ko'rib turibsizlar. Dars qolgan hammasi xuddi shunaqa holatda qatiriladi. Bunaqa qiyin ish emas. Hammasini qatirib bo'lganimizdan keyin, xudo xolasa, keyin payka qilishni ham boshlaymiz. O'rtalar mana biz polimetallar solib payka qilishni ham boshlab oldim. Paykani oldiga mana toshib tayyorlab qizidi, paykamiz tayyor. Payka qilishni ham boshlasak bo'ladi. Hozirlar bilan qisqacha shu jarayonni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bitta ikkita burchaklarni payka qilamiz birgalikda, qolgan ishlarni alohida o'zimiz yana davom etkazib ketsak bo'laveradi. Payka qilish oldin ko'p qo'yilgan, kanalda bu haqida videolar ko'p joylaganmiz. Mana yana qisqacha bitta qo'yamiz. Hozir kamerani joylab olaman, keyin ishni boshlaymiz. Sal xato kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Videolarimizni montajsiz joylaymiz YouTube'ga. Shuning hisobiga kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Penta 6500 boshqa profillarga o'xshagan bir xil holatda payka qilinadi. Kosalari hech qanaqa katta farq qilmaydi. Bir xilda payka qilinadi. Ichkari, tashqarilari, rezinalari, o'rnalari ochib tozalanishi kerak bo'ladi. Bitta burchagimizni payka qilib yopishtirib olganimiz bizga 1 daqiqa vaqt ketadi. 20 soniya eritadi. 20 soniya tozalashimizga ketsa, 10 soniya sovutib ushlab turadi охлаждение sistema. Birinchi burchagimiz payka bo'ldi. Ichlarini tozalaymiz, rezinalarni o'rnalarini.
Mana birinchi burchak tayyor. Sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman. Birinchi burchagimiz, ichlarini ham rezinalarini ochdik. Mana shu holatda qilib hammasini tozalab olib chiqamiz. Buni chekkaga qo'yib turaman. Ikkinchisini qilamiz. Hozir bu ikkinchi burchagimiz. Ikkita burchakni yiqqanimizdan keyin ikkita o'sha bizda uголок hosil bo'ladi. Keyin ikkalasini birlashtirib to'rt burchak o'sha ramkani yig'ib olsak bo'laveradi. İchlarini albatta tozalash kerak bo'ladi. Sababi oyna qo'ygan paytda bu shlaklar oynani sindirishi ham mumkin. Rezina solinayotgan paytda ham ancha xalaqit beradi. Albatta tozalash kerak. Endi ikkita payka bo'lgan burchaklarini birlashtirishni boshlaymiz. Üçüncü burçagimizni boshlamiz payka qilishni.
Mana o'rtoqlar, 3-burchagimiz tayyor. Endi oxirgi burchagini payqa qilib olsak, shu bilan bo'ldi. Oxirgi burchagi shu bilan birinchi karkasimiz tayyor bo'ladi. Уже bitta karkas tayyor. Sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa holatda chiqqanini. Mana payka qilindi, ichlari bilan tozaladik. Keyingi burchak. Bularni ham shunday ichlari bilan tozalab. Xullas, xuddi shunaqa ramkalardan hozircha tak 4 ta bor. Qolganlarini ham 5 ta bor. Aytmoqchi, o'zi kattasi ham bor. Bularni tayyorlaymiz. Xudo xolasa, keyin bo'lishni boshlaganimizda yana dalcha davom etib ketamiz. O'rtoqlar, mana romlarimizni, karkaslarini payka qilib oldik. Bu 4 ta romimiz tayyor. Bitta 4 metrlik qoldi, buni ham payka qilamiz. Endi bularga o'rtaliklarni kesishni boshlab turaman, aka. 4 metrlikni bitta bo'yiga yetmay qoldi. 1.68 kosa. Ularni ertaga olib keltirib kesib tayyorlaymiz. Ungacha o'rtaliklarni kesib turamiz. O'rtaliklarimiz mana shu joydan o'lchanadi. Bitta qo'shib minus qilib o'tirilmaydi. Toza razmer qo'shib kesiladi. Ichki qismida mana o'lchaymiz. Narigi burchagigacha kesishni boshlaymiz. Hozir profillarni tayyorlayman, undan keyin boshlab ketsak ham bo'laveradi. Uzoqroqqa qo'ysam. O'rtaga kesishni ham boshlasak bo'ladi. Profil qo'yilgan. Birinchi o'lchaymiz, shablonda razmerga to'g'ri olaman.
boshlaymiz. Bir 159 razmer chiqyapti. Shu razmerga moslab qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi qolganlarni ham bitta o'lchab olaman. Bitta 4 ta. Ba'zi bir holatlarda paykamiz sal kamroq yo'q, sal ko'proq eritib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga sal to'ralasini nechta bo'lgan taqdirda ham hammasini o'lchab olgan ma'qul. Ishni boshlaymiz kesishni. Men shablonga qo'yib oldim kerakli razmeriga. O'rtaliklarni kesdik. Nargilari 3 ta olganimdan keyin ulardan yana bir bo'y bitta chiqmaydi. Ular keyinchalik ishlasa, keyin ishlatiladi. Mana bulardan hozir tayyorlab chiqardik. O'rtalikdan hamcha kami bor edi. To'liq kesib bo'lganim yo'q. Sababi ba'zida chiqmagan, to'liq olib kelgani kamroq edi. Yana yuklar keladi yaqinda, shunda to'liq qolgan asfaltga yetmagan yuklarni xudo xolasa komplekt qilamiz. Hozir boricha yig'ib turaveramiz bor materiallarni. Undan keyin bularni bo'lgunimizcha vali yuklar tayyor bo'ladi. Endi buni o'rta qaytdan chiqaramiz. O'rta qaytdan chiqarib metal kesib, soedinительlarni qatiramiz. Shu jarayonlarga yetib kelyapmiz. O'rta qayt bu yerda turgan bo'lsa, bu tig'larni shundan keyin ishlarni davom etamiz.